Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Futbol TVda mundialgacha ko'rsatuvi. Biz dasturlarimizda Jahon chempionati guruhlarini tanishtirib boryapmiz. Terma jamoalarning imkoniyatlari, tarkibi va Jahon chempionatidan kutilmalar haqida so'z yurityapmiz. Va albatta mundialgacha ko'rsatuvida milliy terma jamoamizni Jahon chempionatiga tayyorgarlik jarayonlari haqida so'z yurityapmiz. 34 yillik orzumumiz amalga oshdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk marta Jahon chempionatida ishtirok etadi. Bu yog'iga har bir kun o'tayotgan daqiqalar bizni mundialga yaqinlashtiryapti va butun O'zbekiston Jahon chempionati ob-havosi bilan yashayapti desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Terma jamoamiz bugun tongda ertalab soat 6 da mundial mezbonlaridan biri Kanada milliy terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Albatta, Jahon chempionati oldidan mundial ishtirokchilari bilan o'yin o'tkazish bu juda muhim sanaladi. Bugungi dasturimizda men bilan birga hamkasbim Muhammadyor Soliyev ishtirok etadi. Assalomu alaykum. Muhammadyor, Kanadaga qarshi uchrashuv haqida gaplashsak, chunki terma jamoamizni Jahon chempionatiga tayyorgarligi, tarkib, murabbiylarni qarashlari haqida oldingi dasturlarimizda hamkasblarimiz yetarlicha atroflicha to'xtaldi. Ana endi biz o'yin soatlariga yaqinmiz. Kanada terma jamoasi mezbonlaridan biri. Biz qaysidir ma'noda Jahon chempionatiga mezbonlar bilan o'yin orqali va Gollandiya bilan o'yin orqali kirib olamiz. Ya'ni qandaydir his etishimiz mumkin bo'ladi qisman Jahon chempionati ob-havosini. Nimalar kutyapsiz o'yindan? O'zi tanamizda his qilishni boshladik. Jahon chempionatini vakillarimiz Amerika Qo'shma Shtatlariga uchib ketgach, u yerdan ham kadrlar yetib kelyapti. Abduqodir Husanov jamoaga qo'shildi. Xuddi terma jamoa kabi bizda ham mundial kayfiyati bu yog'iga va aytib o'tganingizdek, mezbon yurt vakiliga qarshi birinchi o'rtoqlik uchrashuvimiz bo'lib o'tadi. Juda zo'r tanlov deb o'ylayman. Qaysidir terma jamoa uchun mezbonga qarshi o'yin juda kerak emasdir. Ya'ni oldindagi raqiblarga mos jamoani tanlash kerakdir, lekin Kannavaroga va O'zbekiston terma jamoasiga mundial mezboni bilan o'yin juda muhim, chunki birinchidan stadion to'ladi. O'zbekiston terma jamoasini bu yog'iga Kolumbiyaga qarshi o'yin Meksikada bo'ladi va kolumbiyalik muxlislarning o'sha 90% ga yaqin o'rindiqlarni sotib olganligi, chiptalarni sotib olganligi xabar qilindi. Portugaliya bilan o'yinda tabiiy ravishda Ronaldoning muxlislari stadionni to'ldiradi Amerika Qo'shma Shtatlarida va muxlislik nuqtai nazaridan 3-turda biz Kongodan ko'proq ishqibozi bilan o'yinni kuzatishimiz mumkin. Shu sababli stadion bosimiga mehmon bo'lib mundialni o'tkazishga Kanada zo'r variant deb o'ylayman va o'yin nuqtai nazaridan ham qaysidir ma'noda Kolumbiyaga mintaqasi yaqin, baribir Shimoliy Amerika qit'asi vakili, garchi ikkita mintaqada o'ynasa-da CONMEBOL, CONCACAF, ammo umumlashtirib turadigan jihatlar bor. Jismoniyatga e'tibor qaratadi va ko'plab Shimoliy Amerika jamoalari baribir andozani Janubiy Amerikadan oladi. Kolumbiyaga qarshi tayyorgarlik sifatida ham ko'rib olishi mumkin. Tarkibida zo'r futbolchilar bor. O'sha Davis, Alfonso Davis yoki Jonathan Davidni aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni himoyasida ham yaxshi o'yinchi bor, hujumida ham bor. Biz ham shu nuqtai nazardan Dias yoki Portugaliya yulduzlariga qarshi himoyachilarimiz tayyorlanib olsa, hujumchilarimiz tezkor himoyachilarga qarshi ko'nikmani shakllantirib olishadi va eng muhimi milliy terma jamoaning yakuniy 26 talik ro'yxati ham o'ylaymanki mana shu bahsdan keyin aniq bo'ladi. Kannavaroda tanlovlar qilish borasida bosh og'riq bo'lishi aniq. Tarkib masalasida ham balki to'xtalarmiz. Hozir Kanada tanlanganligini sabablaridan biri deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston milliy terma jamoasi Misr bilan Afrika vakili bilan o'ynadi. Alliance Cup musobaqasida o'ynadik. Urugvay bilan Janubiy Amerika vakillari bilan o'ynadik. Va qarang, UFA bu yerda juda ko'p variantlar ichida Kanada va Niderlandiyani tanlab olyapti. Yevropa vakili bilan CONCACAF mintaqasi, Shimoliy Amerika qit'asi vakili bilan o'ynashimiz kerak edi. Va hammasi reja asosida ketyapti. Bu yerda masalan Kanada o'rnida boshqa bir kuchliroq terma jamoa ham bo'lishi mumkin edi, lekin O'zbekiston bu variantlarni ko'rib chiqdi, lekin murabbiylar shtabi UFAga taqdim etib, maslahatlashib, nazarimda barcha qit'a vakillari bilan o'ynab olish kerak deb hisobladi va bu hammasi to'g'ri, nazorat ostida va mukammal reja ostida kechayotganligini ko'rsatib beradi. Va aytib o'tganingizdek, qo'shilaman fikrlaringizga Kanadaga qarshi uchrashuv bizga ko'p narsa beradi. Va terma jamoamizda baribir 30 talik tarkib e'lon qilinganda ko'rdikki, mundialgacha mehnat qilganlar mehnati hisobga olingandir qaysidir futbolchilar tomonidan turib qarasak, lekin baribir hozir
ayni paytda kim tayyor bo'lsa, yaxshi bo'lsa, formasi yaxshi bo'lsa va O'zbekistonda ishlayotganidan buyon Cannavaro o'sha futbolchilarni kuzatuv jarayonida unga o'yini ma'qul kelganlarni tanlab olib ketdi. Behruz Karimov mana jarohatdan keyin ham asta-sekin qo'shilib mundialga olib ketilyapti yoki Esonovni aytishimiz mumkin, u top darajadagi futbolchi bo'lib o'sayotgandi va uni payqadi. Va biz uni Osiyo Kubogi uchun chaqirilgan deb o'yladik boshida, lekin Jahon chempionatiga olib ketdi. Demak, Cannavaro bu yerda bugunni o'ylayapti, ya'ni natija baribir bo'lishi kerak degan fikr bilan yashayapti. Sizda bu borada munosabat, fikr qanaqa? Men ham qo'shilaman. Hozir eng ko'p urg'u qaratayotgani o'sha jismoniy holati. Siz aytib o'tgan futbolchilarning jismoniyati yaxshi darajada, baribir ayniqsa Esonovga qo'shilaman. Loyiq futbolchi milliy terma jamoaga. U Jahon chempionati yo'lidagi o'yinlarda ishtirok etmagandir, endi chaqirib olayotgandir, lekin Superligada ko'ryapmiz-ku, uni pozitsiyasi qayerda-yu, qanaqa gollarda ishtirok etyapti. Butun jamoani o'z ortidan yetaklayotgan futbolchi va mana bu yig'inlarda ham o'zini ko'rsatganlarga baribir e'tibor qaratadi deb o'ylayman. Va shu 30 talikka kirmagan futbolchilar ham baribir diqqat markazida bo'lib turadi. Osiyo Kubogi chempionligi uchun harakat qilishini Cannavaro yashirib o'tirgani yo'q. Shu sababli uzoq muddatli rejalar, tarkibga kirmay qolgan futbolchilar bu yog'iga bemalol harakat qilib o'sha tarkibga, hattoki umuman chaqirilmagan futbolchilarda ham imkon borligini ko'rsatib qo'ydi Fabio Cannavaro va hozirgi tarkib bo'yicha shaxsan menda qanaqadir jiddiy savol yo'q. Chunki hamma terma jamoada bor. Istalgan terma jamoani ko'radigan bo'lsak, u xoh favoritlardan bo'lsin, xoh ilk bor ishtirok etayotgan jamoalar kimdir baribir qolib ketadi. Va bizda ham tabiiy ravishda juda ko'p mehnat singan futbolchilar bor. Ular mana shu mundialga loyiq har qanaqasiga, biroq bosh murabbiy bizdan ko'ra yaqinroqdan kuzatyapti, o'yinchilarning holatini yaxshiroq biladi va shuning uchun bu tarkibga ishonchim yuqori. Rahmat. Demak, milliy terma jamoamiz mavzusiga yakun yasagan holda bitta savol bermoqchiman. Kanadaga qarshi uchrashuvda siz o'yinni qanday tasavvur qilyapsiz, raqibni qanday tasavvur qilyapsiz va natijani? To'g'ri, o'rtoqlik o'yini, natija bir chetga suriladi, lekin baribir Jahon chempionati oldidan kayfiyat beradigan o'yin. Yigitlar masalan mag'lubiyatga uchrasa, Kanada bu futboli juda bir cho'qqiga chiqqan mamlakat emas. Asosan ayollar futboli u yerda yuqori o'rinda turadi. Dunyodagi kuchli terma jamoalardan biri. Kanada so'nggi Qatardagi mundialda ishtirok etdi va yosh tarkib bilan keldi. O'sha yoshlarni ko'p ulg'aydi va u yerda terma jamoani jismoniy holatiga katta urg'u beriladi, xuddi biz kabi. Hozir bizda ham shunaqa ish ketyapti va bu terma jamoa baribir topishmoqroq. Biz yaqin-yaqingacha ularni o'yinlarini masalan kuzatib, tahlil qilib ulgurmadik. Shuning uchun kutilmalaringiz qanaqa? O'yinni mana sizni tasavvuringizda bugun tongda boshlanadigan o'yin kimni nazorat ostida o'tishi mumkin? Qanaqa va o'yin nimalar berish mumkin bizga? O'yinning ichi nimalar berish mumkin? Rostdan ham qiziq bu haqida fikr bildirish, chunki o'zingiz aytdingiz-ku, Kanada o'rnida boshqa kattaroq terma jamoa bo'lishi mumkin edi, lekin unda mana kecha Panama Braziliya bilan o'ynayapti, butun o'yinni himoyada o'tkazishga majbur. Biz ham qaysidir grantni tanlaganimizda, misol uchun Braziliya deylik yoki Angliya, himoyada o'tkazib yuborardik o'yinni. Har qanaqasiga tarkib nuqtai nazaridan ular birinchi raqamda o'ynaydi, lekin Kanada bilan birinchi raqamda ham o'ynashimiz mumkin deb o'ylayapman. Va shunaqa taassurot borki, bir taym himoyalanamiz, bir taym hujumdagi jamoani sinab ko'radi deb o'ylayman. Fabio Cannavaro ham himoyadagi, ham hujumdagi holatni tekshirib olish uchun ikki taym ikki xil bo'ladi. Menimcha va Kanada ham bunga qarshi emas. Kanada ham baribir mezbondir, tarkibida yaxshi yigitlar bordir, biroq ular favorit emas. Ular baribir outsider terma jamoalar qatorida. Shu sababli ular ham ikkinchi raqamda qanday o'ynashini menimcha sinab olish kerak. Shu sababli ongli ravishda ikkala jamoa ham ustunlikni ba'zida qo'lga oladi, ba'zida raqib tomonga bergan holda o'ynasa kerak deb o'ylayapman va endi hammamiz aytamiz, bunaqa o'yinlarda natija muhim emas deb, lekin muxlislar baribir natija kutadi. Bizning o'zimiz ham g'alabani xohlaymiz, kutamiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, bu juda fojiali holat emas, lekin g'alaba qozonishimiz mumkin bo'lgan terma jamoa. G'alaba bo'lsa, bu yigitlarning kayfiyatiga baribir kayfiyat qo'shadi, tabiiyki. Va qadrli do'stlar, Kanadaga qarshi uchrashuv O'zbekiston milliy terma jamoasi tarixida bu mamlakat bilan ikkinchi to'qnashuv bo'ladi. Ancha yillar oldin Vadim Abramov milliy terma jamoa bosh murabbiy sifatida Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida terma jamoamizni maydonga boshlab tushgan va 1-2 hisobida mag'lubiyatga uchraganmiz. Umuman Kanada O'zbekiston uchrashuvi mundial mezbonlardan biri bilan o'tayotganligi ham
bizni qiziqtiradi, o'yinga bo'lgan qiziqishimizni bir necha karra oshirib beradi. Demak, bugun to'g'ri ertaga tongda soat 6 da Futbol TVda jonli efirda milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlang do'stlar. Ana endi Bugun yurtimizning barcha hududlari singari Farg'ona viloyati ham katta bayram, katta tantana og'ushida desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari orasida farg'onalik yoshlarning ham borligi bugun Farg'ona xalqini behad quvontirmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, iqtidorli futbolchi Avazbek O'lmasaliyev Farg'ona shahridagi Dilshod Asanov ko'chasida istiqomat qiladi. 2000-yilda tavallud topgan futbolchi Alisher aka va Jamilaxon opalarning kenja o'g'il farzandi sanaladi. Avazbekning tabiatan sho'x, intiluvchan, ammo o'z oldiga qo'ygan yuksak maqsadiga erisha olishi uning ota-onasini sport mashg'ulotlariga berishga undagan. Niyatimga yetdim. Bolamga doim duolarni qilib yurardim. O'zim orqasidan yurdim 4 yoshdan beri. Prezidentimizga avvalamborki katta rahmat. Kuzatish marosimiga borganimda juda ham xursand bo'lib keldim. Ko'z yoshim to'xtamadi hatto. Prezidentimizning futbolga qaratayotgan katta e'tiborlari, yaratilayotgan zamonaviy sharoitlar bugun barcha qatori Avazbek O'lmasaliyevning ota-onasini ham behad quvontirmoqda. Ayniqsa joriy yilning 22-may kuni davlatimiz rahbari O'zbekiston milliy terma jamoasini 2026-yilgi jahon chempionatiga kuzatish marosimida ishtirok etib, yurtdoshlarimiz, futbol muxlislari, milliy terma jamoa a'zolari, murabbiylar shtabi va sport jamoatchiligi vakillarini katta futbol bayrami bilan tabriklagani ularga unutilmas xotiralarni hadya etdi. Prezidentimiz o'z so'zida futbolchilarni voyaga yetkazgan ota-onalariga, ustoz va murabbiylariga, terma jamoamizning barcha a'zolariga butun xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildirgani farzandining kamolini ko'rayotgan ota-ona qalbini g'urur va iftixorga to'ldirdi. Albatta, prezident har bitta so'zlari bolalarni o'zimizni ko'zlarimizdan yosh keltirib yubordi. Shunchalik g'ururlandiki, hech qanaqa davlatda bunday prezident bunaqa qilib ahamiyat bermaydi. Bizning prezidentimiz xolos shunchalik bolalarni ichiga kirib motivatsiya qilib bolalarni shunchalik sanlar mana shunga yetkazib tarix yozishyapsan oldiga bos degan gaplarni hech qaysi prezident aytmaydi. Biz prezidentimiz umri uzoq bo'lsin. Futbolchilarimiz yangi tarix yaratishdi. Futbolchilarimiz O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochgan zamonamiz qahramonlari dedilar. Shu gaplarni eshitib o'z shunchalik futbolchilarning ota-onasi bo'lganimdan faxrlanaman, xursand bo'laman. Yashab turgan ko'chasidan jahon chempionati ishtirokchisining yetishib chiqqani bugun Avazbek O'lmasaliyev istiqomat qiladigan mahalla uchun ham katta tarixiy voqea bo'ldi. Bu xabar mahalla odamlarini behad quvontirdi. Avazbek O'lmasaliyev to'g'risida gapirishganda doim xuddi o'zimni farzandimdek qabul qilaman. Men dam olib o'tirsam, xo'jayinim ko'chadan kirib keldi, faxr bilan aytayapti, yangilikni eshitdingizmi deyapti. Qanaqa yangilik ekan desam aytyaptilar-ku, biz Avazbekimiz jahon chempionati. Voy, o'sha Amerikami dedim. Qarang, Amerikada to'p tepadimi desam, endi Alloh nasib qilgandan keyin shunaqa bo'ladi-da dedi. Ayting, o'tirib olib duo qildim. Biz ko'chamizdan shunaqa yigitlar chiqsa, bu bolani kelajagi porloq bo'lsin. Avazbek bilan biz yoshligimizdan birga katta bo'lganmiz. Avazbek o'zi yoshligidan boshlab futbolga qiziqishi ancha kuchli edi. Biz tengi, biz qator bolalardan ancha ajralib turardi. Har kuni o'z vaqtida, o'z soatida chiqib, o'zining trenirovkasini qilib, keyin boshqa ishlarni qilardi. Men mana shunaqa do'stim borligidan juda ham faxrlanaman. Men fursatdan foydalanib do'stim Avazbekga, O'zbekiston milliy terma jamoasiga shu bo'lib o'tadigan jahon chempionatida juda ham katta omad tilayman. Avazbek O'lmasaliyev dastlabki futbol saboqlarini iqtidorli murabbiy Diyorbek Mirzaboyevdan olgan. O'sha paytda futbol internatiga o'qishga qabul qilinganida u 12 yoshda edi. Ustozining mehnati, berilayotgan vazifalarni puxta o'zlashtirishi uni asta-sekin professional futbolchi bo'lishiga zamin yaratdi. Avazbek futbol internatiga 12 yoshda 5-sinfda meni qo'limga kelgan. Men o'sha maskanda birinchi murabbiy bo'lganman. Va 5-sinfdan 7-sinfgacha salkam 3 yil meni qo'l ostimda shug'ullangan. Birinchi kelishdayoq antropometrik ko'rsatkichlari juda zo'r bo'lgan. Misol otalarini yaxshi bilaman, akasini yaxshi bilganimda, lekin bu ularga qaraganda bo'ylari uzun. Boshidan markaziy himoyachi qilib tayyorlaganman. Menga kelguncha boshqa futbol maktablarida shug'ullanib yurgan, lekin hujumchi bo'lgan ekan. Akasi hujumchi, u ham hujumga qilgan, aytganman, sen himoyachi bo'lasan, markaziy himoyachi. Bo'ylari uzun, oyoqlarini uzunligi hisobiga har doim hujumchilarga yetib olgan. Shunaqa sifatlari bor edi. Futbolchi bo'lishi ma'lum edi. Bugun mana
eng baxtli murabbiylar qatoridamiz. O'zimiz futbolchi sifatida terma jamoalarda o'ynash, terma jamoalar bilan xalqaro musobaqalarda qatnashish nasib qilmagan, lekin mana shu Avazbekni murabbiy bo'lib futbolga kirib keladigan qadamlarda qandaydir hissalarimiz qo'shganimiz uchun, mana shu jahon chempionatida qatnashayotgani uchun eng baxtli murabbiylardanmiz. Bu shuncha qo'lga kiritgan natijalarda zaminida hurmatli yurtboshimiz turishibdi. Mana hozir ommaviy axborot vositalari orqali har kuni O'zbekiston terma jamoasini Amerika Qo'shma Shtatlarida yig'inlarini kuzatib boryapmiz. Top terma jamoa davlatlardaqa va ulardan yuqori darajadagi sharoitlar yaratib berilyapti. Albatta bunday sharoitlarda biz aminmiz, biz ishonamiz, yaxshi natijalar qilib xalqimizni, hammani ota-onalarini, oilalarni xursand qilib qaytishadi degan umidamiz. Bolaning sportga bo'lgan katta ishtiyoqi avvalo oiladan shakllanadi. Avazbekning futbol olamiga kirib kelishida akasi taniqli futbolchi Sherzodbek Hakimovning hissasi katta. Birga ishlab, bilmaganini o'rgatib, yuksak natijalarni qayd etishiga umid bergan Sherzodbek bugun ukasi bilan faxrlanmoqda. Ukam Avazbek O'lmasaliyev futbolga menga havas qilib kirib kelgan. Men faoliyatim davomida shuncha natijalarga erishgan bo'lsam ham, jahon chempionatida ishtirok etish nasib qilmagan. Mana hozir ukam mana shu baxtga sazovor bo'lganidan xursand bo'lyapman. Shularda zamirida prezidentimizni futbolga e'tibor qaratayotgani, barcha sharoitlarni yaratib berayotganiga mujassam. Biz ishonamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zini ko'rsatadi. Men juda ham xursandman. Turmush o'rtog'imni eng katta orzusi amalga oshdi. Avazbek akam jahon chempionatida qatnashayotganlari uchun prezidentimizga kattakon rahmat, shunaqa sharoit yaratib berayotganlari uchun. Bu voqea biz uchun, oilamiz uchun juda ham muhim. Men ishonaman, O'zbekiston milliy terma jamoamiz yuqori natijani ko'rsatishadi. Hozirda barchaning fikri va xayoli O'zbekiston milliy terma jamoasining mundialdagi ishtirokiga qaratilgan. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, futbolchilarimiz O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochgan zamonamiz qahramonlari. Davlatimiz rahbarining bergan bunday yuksak ta'rifi esa yoshlarimizni jahon chempionatida mardonavor harakat qilishga undamoqda. Ana endi biz odatiy o'sha tanishtiruvga o'tamiz. J guruhiga yetib keldik do'stlar. J guruhida jam bo'lgan terma jamoalarni, imkoniyatlarini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Bu guruhda demak ekranlaringizda ham hozir taqdim etiladi. Yevropa qit'asi vakili Belgiya terma jamoasi, Afrikadan Misr terma jamoasi, Osiyo qit'asi vakili Eron milliy terma jamoasi hamda Okeaniya mintaqasidan Yangi Zelandiya terma jamoalari o'rin egallagan. Birinchi bo'lib, demak, birinchi savatchadan chiqib kelgan Belgiya terma jamoasi haqida gaplashsak, Muhammadiyor Belgiyada oltin avlod 2018-yilgi jahon chempionatida qatnashgandi. Ularning ayrimlari 2022da ham qatnashdi. Xo'sh, hozirchi? Hozir keling, lavhani efirga uzatamiz va tarkibdagi ba'zi futbolchilar haqida ham lavhada to'xtalgan, keyin demak, jamoa haqida gaplashsak. Marhamat. Eng yaxshi natija 2018-yilda Rossiyada qayd etilgan bo'lib, Belgiya o'shanda 3-o'rinni egallagan edi. Demak, qadrli do'stlar, Belgiya terma jamoasini ham yurtimizda ham yetarlicha muxlislari bor deb o'ylaymiz, chunki bu terma jamoada baribir har qanday davrda yulduz futbolchilar o'ynagan. Yevropada top klublarda, top darajada o'ynaydigan futbolchilar haligacha bor. Va baribir bu terma jamoani hozir ham yulduzli tarkib bilan borayotganligini e'tirof etish kerak. Ba'zida solishtirganda 2018-yilgi tarkibda yulduzlarni bir joyga jamlab, ularni diqqatini bitta joyga to'plab o'ynatish qiyin bo'lgan, murabbiy yutqazib qo'ygan deyiladi. Qaytaga hozir o'sha murabbiy mana bu tarkibni juda jangovar tarkib. Hozir ham masalan bemalol 8 talikka 10 talikka yulduzli tarkibni qo'shsa bo'ladi, Belgiyani qatnashishi mumkin. Bu guruhda so'zsiz ular favorit. Ana endi Muhammadiyor o'sha bu terma jamoani to'liqroq gaplashsak va ko'proq o'zi mana shu terma jamoa haqida to'xtalsak, siz nimalar kutyapsiz Belgiyadan? Belgiya juda oson guruhga tushdi deb o'ylayman. Bu guruhda baribir asosiy favoritga aylanyapti. Fikringizga qo'shilaman. Tarkib nuqtai nazaridan oltin avlod o'sha Azar, Lukaku, De Bruyne yoki o'sha himoyada Vertonghen, Alderweireld davri rostdan ham juda balanslashgan, hamma chizig'ida yulduzlar bor oltin avlod edi. Hozirgidan shaxsan men uchun kuchliroq, lekin hozirgi tarkibning hujumi juda rang-barang.
Doku, Trossard, Salimakers yoki Lukaku baribir yakunlovchi nuqtai nazardan Lukaku ba'zi futbolchilar bo'ladi-yu, formasi ming tushgan taqdirda ham terma jamoada o'zini ko'rsatadi. Terma jamoa uchun o'ynab bera oladigan futbolchilar. Lukaku ham shu darajada deb o'ylayman. Bo'lib ham qanotida Doku bilan Trossard unga uzatma berib turadigan bo'lsa, ortda hali ham De Bruyne borligini inobatga oladigan bo'lsa, hujum qo'rqinchli. Lekin zaif nuqta himoya deb o'ylayman bu jamoada. Avvalgi o'sha bu an'analar bitta terma jamoa uchun tug'ilgan futbolchi deb hisoblanadigan, endi bitta bo'lmaydi, bitta yurtda. 3-4 ta o'yinchi bo'lsa, u faoliyatini yakunlaguncha unga tayaniladi. Masalan, Roberto Martines o'sha Belgiya terma jamoasini Qatardagi mundialda boshqardi-yu. O'shanda masalan u birdan Portugaliyani qabul qilganda Ronaldoni birinchi raqamli qilib uni atrofida jamoa qurdi-yu. U Belgiyada ishlaganda o'sha tizimdan chiqqan u masalan eng katta shaxsga bog'laydi jamoani degandi. Demak, Belgiyada har qanday holatda murabbiydan bu narsa talab qilinadi. De Bruyne bilan Lukaku atrofida jamoa quriladi deyilyapti-da hozir. Siz bu fikrga qanchalik qaraysiz yoki ular o'sha guruhda ba'zi bir o'yinlarda erkinroq masala hal etilgandan keyin imkon beriladi. Endi De Bruyne menimcha to'liq start tarkibda o'yinni boshqaradigan o'yinchi. Lukaku masalasida o'sha ikkinchi raqamli hujumchi bo'lib qolarmikin? Yo'q, menimcha baribir Lukakuni tushirsa kerak deb o'ylayapman. O'rinbosarlari jiddiy emas baribir Lukakuning va qaraydigan bo'lsak, Doku yoki Trossardda bor kreativlik, o'zi zarba yo'llaydi, lekin Dokuga doimo pas beradigan bir hujumchi kerak-da. Manchester Cityda ko'ramiz, u jarima maydoniga kiradi, 3-4 ta futbolchini aldab ketishi mumkin, lekin oxirida zarbasi yo'q. Hujumni yakunlay olmaydigan futbolchi va hozir shaxsan men uchun Belgiya terma jamoasining eng yorqin futbolchisi ham Doku. Texnik jihatdan u Manchester Cityning asosiy tarkib futbolchisiga aylandi. Har bir musobaqada asosiy o'yinchilardan biri sifatida to'liqligicha asosiy tarkib futbolchisiga aylandi-da Doku. Ishonchlarini oqladi Pep Guardiola jamoasida va shuning uchun bu jamoada ham katta rol beriladi unga. Trossard bilan bir qanotda o'ylaymanki, Trossardni boshqacharoq hujum ortida o'ynatish mumkin yoki Charles de Ketelarini markazga o'tkazib, o'ngda Trossardni o'ynatish mumkin, ammo yakunlovchi nuqtada tajriba kerak bo'ladi deb o'ylayapman. Jahon chempionati tajribasi ham, Lukaku bu tajribani biladi. Rostdan ham Napolida u Rasmus Hojlundga yutqizib qo'ydi raqobatni. Ikkinchi darajali hujumchiga tushdi va hozir kelajagi oydin bo'layotgani yo'q. Qaysi jamoada o'ynaydi? Napolida qoladimi? Mana shunday savollar bor, biroq har qanday holatda ham milliy terma jamoa libosini kiygach, menimcha qo'rqinchli formaga kira oladi Lukaku. Bu yerda mana shunisi o'zi bosh murabbiyga bog'liqda. O'sha bog'lamni yaratib bera olish kerak. Va De Bruyne masalasida ham eng zo'r formasida kelmayapti. Ha, De Bruyne ham deyarli yarim mavsum jarohatdan tiklanishga ketkazdi. Ammo unda baribir jismoniy holatdan ko'ra aql ko'proq ishlaydi-da maydonda. De Bruyne ko'p yugurish shart emas, kerakli nuqtalarga kerakli paslarni beradigan bo'lsa, shunisi bilan qadrlanadigan futbolchi va bu iqtidor yo'qolib qolmaydi jismoniyat tushgan taqdirda ham. Shuning uchun hujum chizig'i baribir har qanaqa holatda qo'rqinchli va o'zi sal Paris Saint-Germainga qiyoslasa ham bo'ladigan jamoada. Shu yulduzlardan hech narsa chiqmadi. Endi yangi avlod ko'proq yuguradigan yoshlardan iborat jamoa. Ammo shu Paris Saint-Germaindan bitta farqi baribir bosh murabbiy deb o'ylayman. Saralash juda oson o'tdi. Eng katta turniri bo'ladi terma jamoa bilan va isbotlash kerak bo'lgan nuqta. Uning baxtiga guruh oson tushdi. Guruhda birinchi o'rinni qo'lga kiritadigan bo'lsa, bu yoqga play-offda ham bir nechta bosqich osonroq raqiblar bilan o'ynaydi baribir. Ha. Rostdan ham men ham qo'shilaman fikrlaringizga. Hujum chizig'i bu dahshat. Arsenal bilan Trossard juda ham zo'r mavsum o'tkazdi va uni menimcha hozir balki mana shu jahon chempionatidagi eng yorqin o'yinchilardan biri deb qarashimiz ham mumkin. O'zi guruh ham bunga yordam beradi-da. Chunki masalan 48 talik formatga o'tgandan keyin omadi kulganlar degan bir sahifa bo'lsa, o'sha sahifani birinchi qatoriga Belgiyani yozib qo'yish kerak. Albatta. Chunki 48 talik bo'lgandan keyin tabiiyki guruhlar kuchsizlashadi. Biz 32 talik formatda bitta guruhda ikkita katta jamoa ko'rganmiz. UEFAdan ikkita bo'lardi, qaysidir guruhlarda bitta bo'lganda Janubiy Amerikaning ikkinchi jamoasi to'ldirardi yoki shunda ham agar Janubiy Amerika va Yevropa jamoasi bitta tushib qolsa, unda masalan boshaqdan eng zo'ri bo'lardi-da. Shu ma'noda menimcha Belgiya guruhda juda omadi kulgan jamoa va Doku ham menimcha bu jahon chempionatida porlash kutilayotgan yulduz va
o'ylaymanki Belgiya terma jamoasi bu guruhda yengil keyingi bosqichga o'tadi va yana bir jihatga e'tibor qaratish kerak. Endi bu yerda Kurtuaning tajribasi va menimcha darvozabon va himoyachi masalasida bosh og'riqlar guruhdan keyin boshlansa kerak Belgiyada. Va boya siz aytib o'tyapsiz, Napolida De Bruyne katta vaqt davomida jarohatini tikladi. Ha, u boshida yaxshi kirishdi, keyin orada jarohat oldi, keyin qaytdi, kam daqiqalar berildi. Qaysidir ma'noda jahon chempionatiga bir tayyorgarlik ko'rib bordimi? Butunlay o'sha formasini yo'qotib qo'yib, jarohatini og'irlashtirmaslik uchun ham ishladimi deb ham o'ylayapman-da uni. Agar shunday bo'lsa, bu jahon chempionatida ko'rinadi. Agar unaqa bo'lmasa, rostdan ham guruhdan keyin De Bruynening ham menimcha hozirgi formasini biroz yomonligi bilinadi Belgiya uchun. Bu muhim. U muhim nuqtada markazda. Va Belgiya haqida agar yana qandaydir sizda qo'shimchalar bo'lsa, yakunlasak, qaysi jihatlarga yana urg'u bergan bo'lardingiz? O'zi hamkasblarimizdan har birimizdan taxminlar so'raldi-yu, kutilmagan sensatsiya qayd etadigan jamoa, ya'ni yomon ma'noda sensatsiya qayd etadigan jamoa deb birinchi xayolimga Belgiya keldi negadir, lekin guruhini ko'rib, bu jamoa guruhda qolib ketmasligi aniq, lekin play-offda uzoqqa bora olmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni grantlar orasida eng omadsiz bo'lib qolishi mumkin bo'lgan terma jamoa sifatida qandaydir shunaqa taassurot qoldiryapti Belgiya. Baribir hozir jahon chempionatida uzoqqa borish uchun tarkibning har bir nuqtasida balans bo'lishi kerak edi. Yarim himoyada ham baribir De Bruynening o'ziga bog'lanib qolish bu muammo bo'ladi deb o'ylayapman. Ha. Demak, guruhda ham biz hozir Belgiyani birdan guruhda birinchi o'ringa olib chiqib qo'ygandek bo'lishimiz mumkin. Endi taxminlar, o'yingacha hamma fikrlar yashaydi. Keyin qaysi barvaqt o'sha fikrlar kuchini yo'qotadi, bu vaqt masalasi. Lekin baribir bu yerda Eron, Misr va Yangi Zelandiya terma jamoalarini ham biz Eronni juda yaxshi bilgan jamoa sifatida aytyapmiz va o'sha Misrni ham hozir baribir tarkibida ikkita zo'r o'yinchisi bor, yulduz o'yinchisi bor. Tabiiyki bu o'yinchilar bilan Misr ham nimadir qilishi mumkin, lekin boshqa chiziqlari o'sha Afrika qit'asida o'sha klub darajasida Misrdagi Al Ahlida o'ynab yurgan futbolchilar. Demak, Misrga o'tamiz. Guruhdagi yana bir jamoa haqida gaplashamiz. Hozir demak Misr haqida lavha bor, efirga uzatamiz, keyin davom etamiz. Marhamat. Ega chiqdi. Hussam Hassan shogirdlari 10 uchrashuvda 8 g'alaba va 2 durang qayd etib, yakunda 26 ochko jamg'arishdi. Eng yirik g'alaba esa Jibutiga qarshi 6-0 hisobida qayd etildi. Jamoaning saralashdagi eng yaxshi to'purari Liverpool hujumchisi Muhammad Salah bo'lib, u 9 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Hussam Hassan tarkibga ko'proq mahalliy chempionatda faoliyat olib borayotgan futbolchilarni chaqirdi. Darvozabonlar safida Al Ahli vakili Muhammad El Shinavi asosiy posbon hisoblanadi. Himoya chizig'ida Al Ahlidan Muhammad Xani va Yosir Ibrohim, Nitsadan Muhammad Abdulmunim muhim mudofaa vakili sanaladi. Yarim himoyachilar orasida Al Ahli futbolchilari Marwan Atiya anchayin mashhur. Misrning afsonaviy yulduzi bu Muhammad Salah. Undan butun mamlakat bu galgi mundialda ham ko'p narsa kutmoqda. Shuningdek, hujum chizig'ida bu mavsum Manchester City safida yorqin o'yin namoyish etgan Umar Marmush ham bor. Hussam Hassan 2024-yil fevral oyidan boshlab Misr terma jamoasini boshqarib kelmoqda. Misr terma jamoasi o'z tarixida 3 marta mundialda ishtirok etgan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Meksikada bo'lib o'tadigan mundial esa ularning 4-ishtirokiga aylanadi. Afrika fir'avnlari 1934, 1990 hamda 2018-yilgi jahon chempionatlarida qatnashgan. Misr terma jamoasi haqida fikrlaringiz qanday? Albatta Salah tortish kerak, Marmush yordam berish kerak va Misr baribir qandaydir yorqinroq qatnashishi kerak. Juda ko'p narsa kutib bo'lmaydi-yu, lekin guruhda o'sha talashadigan bir jamoa o'rinlar uchun. Bu guruhda Yangi Zelandiya borligini inobatga olib 3 ta jamoa chiqadi deb o'ylayman, gollar farqi evaziga va Misr qo'shimcha jihatlar borki, ikkinchidek ko'rinyapti. Aslida normal holatda o'yin o'tkaziladigan bo'lsa, Eron favorit men uchun Misrga qarshi o'yinda, lekin Misrda hozir ustunlik tomonlar bor. Tarkib nuqtai nazaridan ikkita yorqin yulduzi, biroq himoya chizig'i ko'proq yoshi katta futbolchilardan tashkil topgan. Hali ham Hegazi adashmasam bu terma jamoa himoyasidagi qo'rg'onlardan biri.
shu nuqtai nazardan Misr terma jamoasidan juda bir yorqinlik kutmayman. Biroq 2018-yilda Muhammad Salohning armoni qolib ketgan jahon chempionatida o'sha Ramos bilan to'qnashuvda yelkasini jarohatlab olgach, Rossiyadagi mundialda dastlab ishtirok eta olmadi, keyin jarohat bilan baribir o'yinlarni o'tkazdi, yelkadagi jarohat bilan o'zini qulay his qila olmagan va oson guruhdan o'shanda chiqa olmagandi. Misr terma jamoasi A guruhida juda ko'pchilik kutgandi. Salohni bunaqa formasi bilan olib chiqadi deb o'ylaganda, ammo amalda natijalar juda yomon bo'lgandi. Keyingi mundialda Senegalga yengilib qolib ketdi juda alamli tarzda va bu jahon chempionatida endi kutilmalar yanada katta. Salah uchun yakuniy turnir bo'ladi, juda katta ehtimol bilan baribir va Omar Marmush yolg'izlantirib qo'ymaydi. Aytib o'tganingizdek, yordam berish kerak jamoani tortishida va Misrning baxtiga yana o'sha jumlani ishlataman, oson guruh tushdi deb o'ylayman. Ya'ni bu guruhda Misr potensial kamida 4 ochko olish kerak aslida va 4 ochko play-off uchun yetarli bo'ladi yakunda. Shu sababli Misrdan agar play-offga chiqa olmasa, shaxsan men uchun bu juda omadsiz ko'rsatkich bo'ladi. Play-offga chiqadigan bo'lsa, umuman sensatsiya emas va play-offda osonroq raqib tushsa, keyingi bosqichga ham o'tishi mumkin. Nomlar hal qiladigan jamoa deb o'ylayman. O'zi baribir 12 ta guruh bo'lgandan keyin, to'g'ridan to'g'ri 24 ta jamoa chiqqandan keyin 3-o'rinlar orasida yaxshi ko'rsatkich bilan 16 dan bir final bosqichiga chiqqan jamoalar soni oydinlashadi va tabiiyki o'sha nimchorak yo'lida baribir yengilroq raqiblar tushib qolishi mumkin-da. Setkaga qaraydigan bo'lsak, hatto 3-o'rinni olgan bilan 3-o'rinni olgan ham to'qnash kelish ehtimoli bor. Bunga endi bir qarash kerak. Ba'zi musobaqalar formatida shunaqa edi. Va bu yerda birinchi o'rin masalasini hal qilganlar baribir 3-o'rinni olib keyingi raundga o'tganlar bilan tushadi. Ha, guruh 12 da aytgancha, birinchi o'rinlar 3-o'rinni hammasini joyini band qilib qo'yadi. Yaxshiroq 3-o'rin bo'lsa, 2-o'rin bilan tushishi mumkin. Yaxshiroq 2-o'rin bilan tabiiy tushadi. Lekin bu yerda 3-o'rin bilan 1-o'rin qolmas ekan. Demak, do'stlar, Misr haqida mana to'xtaldik. Hali musobaqa davomida o'yinlardan keyin bu terma jamoa haqida yana gaplash imkoniyati bo'ladi. Endi baribir topishmoq. Baribir yulduzlari bor-u, lekin alahli qit'ada zo'r bo'lgani bilan Afrika futbolida u. Va Afrika futboli va jahon chempionatida o'sha Afrika futbolini darajasi qanaqa, qanchalik rang berganda qanchalik yoritadi. O'sha muhimda. Bu mundialda ko'rinadi. Bu har doim har xil bo'lgan. Masalan, 2002-yil Afrika futboli hamma o'sha Yevropani ham yondirib yuborgan dahshat. Ulardan taassurotlar, ularni o'ylari dahshat. Lekin 2010 ham shunaqa bo'lgan. Lekin undan keyin Afrika jamoalari, to'g'risi Marokashni hisobga olmaganda unaqa zo'r emas. Lekin bir jihat Marokash singari Misr ham arab mamlakati, bu terma jamoa ham tayyorgarligi balki Marokashga yaqin bo'lishi mumkin, kashfiyot bo'lishi mumkin. Ja, unaqa marokashchalik bo'lmasa, tarkib e'tibori bilan ko'ramiz, omad tilaymiz. Ana endi Eron haqida gaplashsak, qit'adoshlarimiz O'zbekiston bilan bir guruhdan o'rin egallab, keyingi raundga o'tgan terma jamoa Galinoy bilan jahon chempionatiga boryapti. Keling, hozir Eron haqida lavhani efirga uzatamiz, keyin bu jamoa haqida ham suhbatlashamiz. Marhamat. Eron milliy terma jamoasi Osiyo qit'asining yetakchi vakillaridan biri hisoblanadi. Forslar 2026-yilgi jahon chempionati saralash bosqichini o'z qit'alarida A guruhidan boshladi. Guruhda ularga O'zbekiston, Shimoliy Koreya, Qirg'iz Respublikasi, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar raqiblik qildi. Forslar va Eron terma jamoasi biron marta jahon chempionatlari tarixida guruhdan chiqa olmagan. Ammo Muhammadiyor mana shu Eron terma jamoasi jahon chempionatida oxirgi mundiallarda juda munosib o'ynayapti va Eron Osiyo darajasini Janubiy Koreya hamda Yaponiyadan keyin yaxshi ko'rsatib bera olyapti. Avstraliya bilan bir qatorda. Endi Avstraliya butunlay boshqa qit'a, boshqacha falsafa-ku futboli. Va Eron terma jamoasini baribir o'sha jahon chempionati 2018dagi o'yinlarni eslashimiz kerak. Portugaliya, Ispaniya va bu terma jamoalar bilan o'yin u yerda bilasizmi? O'zi 4 ochko olib guruhdan chiqa olmaslik juda alam qilgandi. Lekin Carlos Queiroz boshqargan Eron bu boshqacha Eron edi. Juda ham tishi o'tkir, barcha pozitsiyalari juda kuchli. Hozir ham nomlar bor, Eronda nomlar bo'lgan, lekin o'sha avlod nomlarini juda katta Eron futbolida o'sha endi Ali Dayiylar darajasiga ko'tara olmagan bo'lsa-da, shunga yaqinroq darajaga olib chiqib qo'ygandi-da o'sha Queiroz. Hozirgi avlodda Galinoy juda ko'p tanqid qilindi. Nazarimda mana shu mundialga
o'z mamlakatida murabbiylar shtabiga juda ham ishonchsizlik bilan qarayotgan muxlislarni ko'z o'ngida kirib borayotgan jamoa Erondek tuyuladi menga. Galinoyni o'zi O'zbekiston bilan so'nggi o'yinlardagi mag'lubiyatlari ham juda qattiq tanqidga olingan va Eron rostdan ham hozir oldingi kutilmalarni bir qayd etadigan jamoadek ko'rinmayapti, aynan murabbiy pozitsiyasidan qaraganda. Tarkib nuqtai nazaridan ham menimcha shunaqa. Siz aytib o'tgan o'sha 2018-yildagi mundial tarkibi hozirgidan ancha kuchli shaxsan men uchun va qanaqadir avlodlar almashinuvi bo'lmadi Eron terma jamoasida. Bitta shu Amir Husaynzoda so'nggi davrlar yarq etib chiqqan futbolchilardan biri hujum chizig'ida, qolganlar o'sha Tarimiy, Jahonbaxsh va pastlash yana nimada sezilyapti? Avval bor edi-da, misol uchun Azmun Roma darajasigacha, Interda Tarimiy yoki Jahonbaxsh Feyenoordning yetakchisi edi. Biroq hozir mana shu futbolchilarga qaraydigan bo'lsak, ular ham ortga ketdi. Legionerlarning eng zo'ri borsa shu Niderlandiya chempionatining quyi jamoalarida o'ynayotgan futbolchilar yoki juda kam o'yin amaliyotiga ega bo'layotgan futbolchilar, hatto murabbiy shart qo'ydi-yu orada Jahonbaxshga qaysidir jamoa bilan shartnoma tuzmasang terma jamoaga chaqirmayman deb shart qo'ydi. Shu darajaga kelib qoldi. Futbolchilar klubsiz ham bo'lib qoldi. Shu sababdan tushish davri. Biroq jahon chempionatlarida biz doimo oxirigacha kurashadigan Eron terma jamoasini ko'ramiz. Biroz avval aytdim-ku, Misrga qo'shimcha jihatlar ustunlik beryapti deb. Birinchidan shu futbolchilarning formasi, milliy chempionat uchrashuvlari to'xtatilgani uchun o'yinchilar jismoniy holati yaxshi emas va ikkinchidan Eron terma jamoasining bazasi Meksikada joylashgan va har bitta o'yin uchun ular Amerika Qo'shma Shtatlariga parvoz qilishadi, o'yindan keyin qaytadi, yana bitta o'yin o'tkazadi. Uchala turda ham shunaqa va bu menimcha qo'shimcha charchoq beradi. Sal murakkabda baribir. Shuning uchun guruhda 3-jamoa sifatida ko'ryapman. Yana bir bor aytaman, agar holat bir xil bo'lganda, futbolchilar o'yin amaliyoti yoki o'sha legionerlar jamoasida o'ynab turganda Eron Misrdan ko'ra aniq kuchli bo'lardi men uchun. Ammo mana bunaqa holatda baribir biroz qiynaladi deb o'ylayman. Shunda ham 3-o'rin bilan jahon chempionatida play-offga chiqsa kerak. Guruh imkoniyati bilan bo'lishi mumkin. O'zi baribir o'sha amaliyot futbolda muhimda. Bu narsa Eron terma jamoasi futbolchilari uchun mahalliy o'yinchilar o'sha o'zakni tashkil etganda pand berib qo'yishi mumkin. Ana endi Yangi Zelandiyaga ham qisqacha to'xtalib ketsak, Yangi Zelandiya terma jamoasini menda bir tasavvur qolib ketganda, Paxtakor stadionida bu terma jamoani o'yinini kuzatganman-da. O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazgan Mirjalol Qosimov bosh murabbiy edi va jahon chempionatidagi muhim bir o'yin oldidan Yaponiyagami, Janubiy Koreyagami safar oldidan Toshkentda terma jamoamiz ular bilan o'ynagan sentyabr oyida va juda bir intizomli o'shanda 2014-yilgi jahon chempionati saralash yo'lida bizning jamoa o'sha bitta gol yetmay qolgan mundial saralashida juda zo'r avlod edi. Bizning terma jamoa pikka chiqqan paytida edi. Endi alohida sanab o'tirish shart emas, o'sha avlod va Yangi Zelandiya o'shanda shunaqa bir chiroyli, tartibli futbol qurgan. O'yindan keyin murabbiyi bir soat matbuot anjumanida qolib, o'sha o'yin falsafasi haqida gapirib bergan. Hozir u murabbiy emas, lekin Yangi Zelandiya ham o'z qarashlariga ega bo'lgan jamoa va kutilmaganda keyin ham qarab chiqdim, o'zi Okeaniyada ularga raqiblik qiladigan terma jamoalar kuchsizda. Shuning uchun yaqqol ular favorit va muntazam mundialda qatnashadi. Natijalari yaxshi bo'lmaydi, lekin so'nggi jahon chempionatlarida natijalari nisbatan yaxshilandi. Yirik hisobdagi mag'lubiyatlar kamaydi va o'ynaganda munosib o'ynab, o'yinni tugatib qo'yadigan jamoa shakllandi va futbolda jismoniy jihatdan va taktik jihatdan kurash taklif etishga qodirroq jamoa shakllandi. Yangi Zelandiya deb o'ylayman. Navbatchi o'yin sifatida qaralmasa kerak. Yana bo'lib ham Eron hozir mana bunday formada borayotgan paytida va Misr ham juda bir hozir dahshatli darajada ta'riflanmayotgan paytida Yangi Zelandiya kurash taklif etsa kerak deb o'ylayapman. Sizda qanaqa? Menda ham shunaqa fikrlar. Yangi Zelandiya o'tgan jahon chempionatida rostdan ham o'sishga erishdi. O'sha duranglar seriyasi bilan o'ziga xos natija ham qayd etganda guruhdan chiqa olmagan, mag'lubiyatsiz va hozir tarkib ham zo'rda. O'sha himoya chizig'ida bir nechta Italiya seriyasida o'ynaydigan futbolchilar bor. Avval juda Angliya Premyer Ligasining 4-5-divizion vakillaridan yig'ilardi-yu tarkib. Hozir bor Italiya seriyasida va Misr ham, Eron ham orzu qiladigan hujumchisi bor, Chris Wood.
o'tgan mavsum Angliyaning eng zo'r o'yinchisi bo'lishga da'vogar futbolchi edi. Hollanddan keyin to'purarlar poygasini boshqargan o'yinchi edi. Bu mavsumda jarohatlar bo'ldi, lekin mavsum oxirida qaytib ketma-ket gollar urdi Chris Wood. Juda bo'ydor, ikkinchi qavatda butun jamoa o'ynaydigan bo'lsa, golini topib ketadigan futbolchi. Yangi Zelandiyaga gol urish osondir, lekin bu jamoadan gol o'tkazmaslik qiyin bo'ladi. Biroz avval aytdik-ku, Belgiya himoyasi yomondir. Mana shu himoyaga ham Chris Woodga uzatmalar berib turadigan bo'lsa, gol urishi mumkin va futbolda eng oson hujum bu yuqoridan jarima maydoniga paslar. Mana shu uslubi bilan, juda oddiy futboli bilan Yangi Zelandiya natija qayd etib ketishi mumkin deb o'ylayapman va bu doimo Yangi Zelandiya mundialning eng outsider jamoasi deya e'tirof etilardi. Juda oson chiqib kelgani, tarkibi, raqiblari jahon chempionatiga chiqish uchun eng omadli jamoa ekanligi inobatga olinadi, ammo bu safar eng outsider emas, bunisi aniq. Va hozir ham shaxsan men uchun 4-jamoa guruhda, ammo futbol o'ynaydigan Yangi Zelandiya kelyapti. Xuddi shunday men ham qo'shilaman, kurash taklif eta oladi deb o'ylayman. Wood esa menimcha zo'r formada boryapti rostdan ham va endi Yangi Zelandiya terma jamoasini qanchalik bu jahon chempionatida o'zini ko'rsatadi, vaqt masalasi, lekin qadrli do'stlar, yaxshi guruh, bugun G guruhiga to'xtaldik, yomon emas. Har qalay Belgiya yaqqol ajralib chiqqan bo'lsa-da, xulosalarimiz shunday bo'lyapti, lekin qolgan terma jamoalar bir-biriga yaqinroq darajasi, shu ma'noda G guruhi jamoalari menimcha mundialga rang bera oladi. Bugungi dasturda demak O'zbekiston milliy terma jamoasini bo'lajak Kanadaga qarshi uchrashuv haqida suhbatlashdik va G guruhini muhokama qildik. Vaqtimiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Men bilan birga studiyada hamkasbim Muhammadyor Soliyev bo'ldi. Sizlar bilan keyingi efirlarga qadar xayrlashamiz. Jahon chempionati boshlangunga qadar Futbol TVda, Sport TVda dasturlarimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling do'stlar.